Assalomu alaykum. Dilnozman, 43 yoshdaman. Men bu yerga mana shu onam bilan keldim. Kelganimda belim, oyog'im juda ham og'ir edi. Uxlay olmasdim. Farzandimni faqat uxlatar edim, bostirardim, kechasi turib yurar edim. 3-muolajayoq ancha natija erishib, bitta uxlab bitta turadigan bo'ldim. Uzoq yo'l yura olmasdim. Mana shu Angliyadan Toshkentga kelgunimcha oyoqlarim tortishib ketardi. Burnimda polip bor edi, mana chap tomonimda 15 yil oldin operatsiya qildirgan edim. Yana o'sib chiqdi. Anoz Jamshidga kelgandan keyin 4-muolajadayoq umuman sprey sepmayapman. Spreysiz yasha olmasdim. Shuni bildimki, mana shu chap tomonda bo'lsa, miyadan, mana shu boshdan, peshanadan mana shunaqasiga kelar ekan. Oldirganman, baribir bu tomirlari, uni taktiklari bilan yo'q qilmasa bo'lmas ekan. Shuni tushundim. Hozir mana spreysiz yashayapman, mazza qilib, bellarim, oyoqlarim og'rimaydi. Yana qayta boshqa kasalliklar borligini ham yana sezdim, esladim haqiqatan shu joylarim og'rishini, bo'yinlarim qotib qolar edi. Bugun 8-kun, ancha yaxshiman, Allohga behisob shukr, kelgandan afsuslanmayman. Yana mana shu betob, sarson, sargardon yurib, millionlarga lecheniya olib yurganlarga men buni tavsiya qilaman. Muolaja juda ham yaxshi, hamyon bor. Men roziman mana shu berganimdan, kelayotgan vaqtimdan. Bundan ortiq bo'lmaydi-da. Shukr qilaman Alloh sarson qilmasdan shu joyga yetkazganiga. Behisob shukr. Rahmat Jamshid aka sizga. Allohimga behisob shukronalar bo'lsin. Shifo Allohdan, biz sababchi. O'shanga mana o'zingizlarning ixlosinglar bor. O'sha ixlos qilib vaqtida kelib, mana qanaqadir qiyinchiliklar, issiqlarga qaramasdan o'shanga sabr qilib kelganinglarga Alloh mana shifosini beryapti. Men biz sababchi. Shunga mana men juda ham xursandman. Sizlarda shunaqa o'zgarish bo'lganidan Alloh bundan ham yana ham shifoyi komilni bersin. Ko'rmaganda yoshlikdagidek holatga qaytishingizda Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Allahümme inni es'aluke bismike bi'anna ila eşhedü en la ilahe ente subhaneke inni kuntu minel zalimin la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'ımga biadat şükranalar bo'lsin, hamd sanolar bo'lsin, shifoyi komil, shifoyi alo ata etgan bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling.